Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nuh. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. İnna arsalna Nuhan ila qavmihi an anzir qavmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azab, ya'ni dunyodagi chog'larida to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirg'in deb avatdiq. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlarga avatilgan oshkora ogohlantirg'uchiman. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Allah'a ibadet qilinglar, uningdan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni muayyan muddatgacha kechiktiradi. Ya'ni ömrünglarni uzun qiladi. Shubhisizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chog'da ajal kechiktirilmaydi. Qala robbi inni da'awtu qawmi laylan wa naharan. Nuh aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kech kunduz iymonga da'vat qildim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mening da'vatim ularni teximi qochiribdi. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini cho'mkib oldi. Kufrida ching turdi. Cho'ngchilik qilib iymondan teximi bosh tortdi. Thumma inni da'awtuhum jihara. Ondan men ularni tovlab da'vat qildim. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yoshirun da'vat qildim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Yursilis samaa alaykum midrara. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ata qiladi. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Va qad khalaqakum atwara. Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Alam taraw kayfa khalaqallohu sab'a samawatin tibaqa. Sizlar ko'rmadinglarmikin?
Allah qandoq qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur chachquchi chiroq qildi. والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah sizlarni zemindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin zeminga qaytaradi. Ya'ni zeminda dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zemindan chiqaradi. والله جعل لكم الأرض بساطا Zeminda keng yo'llarda mengishinglar uchun لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah sizlarga zeminni bisot qilib berdi. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylariga, katta boshlariga agashdi. ومكروا مكرا كبارا Ular, ya'ni katta boshlar, menga chin tutmadi. Menga va menga agashganlarga aziyat yetkizib, cho'ng hiyli tuzdi. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Ular, ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vadni, Suvaqni, Yag'usni, Yauqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdurdi. Zolimlarni texmu gumroh qilg'in. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Nuh aytdi: Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymag'in. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandilaringni ozdurdi. Ularning topgan bolalarimi faqat fojir, kofir bo'ladi. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga mo'min bo'lib kirgan kishiga va mo'min erlarga, mo'min ayollarga mag'firat qilg'in. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda